أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sözün başı Bismillah, la ilahe illallah. Gafil bulma ey mo'min, la ilahe illallah. Doim bo'lgaysan agah, la ilahe illallah. Iymon, islom o'rganish, la ilahe illallah. Yaxshi yo'lga boshlatar, la ilahe illallah. Doim aytib yurgaysan, la ilahe illallah. Zulmat dilin charog'i, la ilaha illalloh. Shayton quvgich yarog'i, la ilaha illalloh. Maqsad yo'lin so'rog'i, la ilaha illalloh. Rahmatingdan umidvor, la ilaha illalloh. Muhammadur Rasululloh. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga beadad durudu salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz obunachilar. Bugun sizlarga bir ajoyib duoni o'rgatib o'tamiz. Rizqning mo'l-ko'l bo'lishi uchun o'qiladigan duo. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allohu ya Robbi ya Hayyu ya Qayyumu ya Zal Jalali val Ikram. As'aluka bi ismikal azimil azami antarzuqqani halalan tayyiban. Allahumma in kana rizquna fis samai anzilhu wa in kana fil ardi azhirhu wa in kana ba'idan qaribhu wa in kana qariban yassirhu wa in kana qalilan kassirhu wa in kana kasiran ihfashu bil barakati. Ya Allah, Ya Rab, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali val Ikram. Buyuklar buyugi bo'lmish isming haq hurmati sendan so'rayman. Menga halol rizq ber. Allohim, agar rizqimiz osmonda bo'lsa uni tushir, agar yerda bo'lsa uni chiqar, uzoqda bo'lsa yaqinlashtir, yaqinda bo'lsa oson qil, oz bo'lsa ko'paytir, ko'p bo'lsa barakotli ayla. Bu muborak duo rizqimizni ko'paytirish va barakotli bo'lishini ta'minlash uchun o'qiladi. Rizqimizning halolligidan kelishini tinmay so'rasak, foydasini yaqinda ko'ramiz inshaalloh. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Abhayna illa Musa an alqi as-saka fa iza hiya talqafu ma yafikun. Fawaqa al-haqq wa batala ma kanu ya'malun. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة سجين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Ya'ni bu oyatlarning ma'nosi. Biz vahiy bilan Musoga dedik: o'z asoyingni tashla. Bas u aso birma-bir ularning yolg'on o'yinlarini yuta boshladi. Bas haq sobit bo'ldi va ularning amallari botil bo'ldi. Keyin Firavn va uning qavmi o'sha yerda mag'lub bo'ldilar va xor bo'lib qaytdilar. Jodugarlar sajdaga yiqildilar. Ular dedilar: biz Parvardigori olamga iymon keltirdik. Muso va Harunning Parvardigoriga. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Aziz yurtdoshlar, har bir oyat karimalarni o'qirkansiz, boshida Allohumma inni as'aluka 100 marotaba, astag'firulloh 100 marotaba, Allohumma solli ala sayyidina Muhammad 100 marotaba. Oxirida ham xuddi shu yo'l bilan yakunlaysiz. O'shanda sizning tilagingizni Allohim taolo o'zi qabul ro'zi aylaydi. Barcha niyatlaringizni Allohim o'zi beradi. Uyingizga tinchlik, xotirjamlik, yaxshiliklar ato etsin. Biri rizqni mo'l-ko'l bo'lishi uchun o'qiladigan duo bo'lsa, bittasi sehrni yo'q qilish uchun o'qiladigan duolardan biri edi. Sizlar bilan bo'lishganimiz. Allohim barchamizning sehrlarni, barcha ziyonlarimizni Alloh o'zi ko'tarsin, sehrgarlarni o'zi yo'q qilsin.
sehr olib keladigan jinlar ham kuyib adoyi tamom bo'lsin. Allohim bizga ro'shnolik, ravshanlik, yaxshilik ato etsin. Ikki dunyo saodatini bersin. Uyimizga yaxshilik, nur ato etsin. Qalbimizni nur bilan yo'g'irsin o'zi. Hammamizni poklasin, hammamizni o'zi tozalab. Tanishtirganlarim Arrof surasi 15-oyatidan 22-oyatigacha bo'ldi. Buni sehr uchun o'qiysiz. Farz namozlaridan keyin oldingizga suv, yog', shunga o'xshash tuz, choy, shunga o'xshash narsalarni qo'yasiz, shakar. Keyin 11 marotaba Fotiha surasi, 11 marotaba Oyatal kursi, 11 marotaba Ixlos surasi, 11 marotaba Falaq surasi, 11 marotaba An-Nas surasi, 11 marotaba xuddi shu surani dam urasiz. O'sha narsalarga zaytun yog'i qo'ysangiz, asal qo'ysangiz nur ustiga a'lo nur bo'ladi. U narsalarni yeb ichasiz, ishlatasiz. Suv qo'ygan bo'lsangiz, suvni g'usul qilasiz. Keyin yana oshibcha suv qo'ygan bo'lsangiz, uni uyingizni sipirib sidirasiz, yuvib tozalaysiz. Shunday qilsangiz, uyingiz ham, o'zingiz ham, tanangiz ham inshaalloh taolo tozalanib ketaveradi. Har qanday sehrga bu domillalar qilgan sehrmi, shaytonlar qilgan sehrmi, jinlar qilgan sehrmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar barcha sehrni botil qiladi inshaalloh taolo. Allohga ishongan holatda qilsangiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Uyingizga tinchlik, xotirjamlik, ikki dunyo saodatini bersin. Hammamiz Alloh taolo rohi iymonga hidoyat qilsin. Rahmat.